Kechagi Chempionlar Ligasi oqshomi futbol muxlislarini shok holatiga tushirdi. Bir tomonda Real Madrid raqibini 6-1 hisobida maydondan supurib tashladi. Ikkinchi tomonda esa Manchester City kutilmaganda yirik muammoga duch keldi. Assalomu alaykum. Barchangizni yangi videoda ko'rib turganimdan juda baxtiyorman. Bugun kechagi Real Madridning dahshatli o'yini haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Biz boshladik. Real Madridning kechagi g'alabasi bu shunchaki g'alaba emas. Bu signal. Bu ogohlantirish. Va bu Bernabeudagi muhitning qanday o'zgarganini ko'rsatgan o'yin edi. Uchrashuv Santiago Bernabeu stadionida boshlandi. Stadiondagi muhit tarang edi. Oldingi o'yinlardagi xushtaklar, norozilik va bosim hali ham havoda sezilib turardi. Ammo birinchi gol hammasini o'zgartirdi. Kylian Mbappe uchrashuvning dastlabki daqiqalarida hisobni ochdi. Bu gol stadiondagi barcha asablarni tinchlantirdi. Oradan ko'p o'tmay Mbappe yana sahnaga chiqdi. Ikkinchi gol. Real Madrid tezlikni oshirdi. Raqib himoyasi esa parchalanib bordi. Birinchi bo'lim davomida Real Madrid to'liq nazoratni qo'lga oldi. Pressing yuqori chiziqda olib borildi. To'p tez aylantirildi. Raqib xatoga majbur qilindi. Ikkinchi bo'limda Real Madrid yana agressivroq qaytdi. Franco Mastantuono gol urdi va tarixga kirdi. U Endrik va Rauldan keyin Chempionlar Ligasida Real Madrid safida gol urgan 3-chi eng yosh futbolchiga aylandi. Keyin Vinicius Junior sahnaga chiqdi. Unga qarshi o'yinning boshida xushtaklar bo'ldi. Har bir to'p teginishida stadion ikkiga bo'lindi. Bir tomonda norozilik, boshqa tomonda qo'llab-quvvatlash. Bir vaziyatda Vinicius o'z maydonida xato qildi va xushtaklar kuchaydi. Bu uning ishonchiga ta'sir qilayotgandek ko'rindi. U shoshilinch qarorlar qabul qila boshladi. Ammo keyin u bir nechta futbolchini aldab o'tdi va to'pni yuqori burchakka mixlab qo'ydi. Bu raketa zarbasi edi. Shu goldan keyin hammasi o'zgardi. Xushtaklar deyarli yo'qoldi. Tribunalardan uning nomi yangradi. Keyingi gol Jude Bellingham hisobiga yozildi. U golni nishonlar ekan stadiondagi bosimni ham yengib tashlagandek edi. Yana bir gol raqib futbolchisining avtogoli orqali keldi va uchrashuv yakuniga kelib hisob 6-1 ko'rinishida qayd etildi. Bu o'yinni faqat hisob orqali baholash noto'g'ri bo'ladi. Real Madrid himoyada ham muammolarga duch keldi. Jamoa ketma-ket 19 o'yindan beri darvozasini daxlsiz saqlay olmayapti. Bu safar ham bitta gol o'tkazib yuborildi. Thibaut Courtois uchun bu o'yin ham mukammal bo'lmadi. Uning noyob xatosi Dani Cebalosni qiyin vaziyatga tushirdi. Raqib bundan foydalandi. Bundan tashqari raqib jamoa bir nechta xavfli zarbalar yo'lladi. Darvoza ustuni ham titradi. Uzoq masofadan yo'llangan kuchli zarbalar Courtoisni bir necha bor seyf qilishga majbur qildi. Statistikaga qarasak, raqib Real Madrid darvozasiga juda yaqin o'ynadi. Zarbalar soni deyarli teng bo'ldi. Ammo farq samaradorlikda edi. Real Madridning asosiy ustunligi yosh futbolchilar jasorati. Asosiy tarkibning o'rtacha yoshi 24 yosh atrofida edi. Bu so'nggi yillardagi eng yosh tarkiblardan biri. Murabbiy yosh futbolchilardan qo'rqmadi. Ular mas'uliyatni his qildi. Bosim ostida sinmadi. Eduardo Camavinganing chap qanot himoyachisi sifatidagi roli alohida e'tiborga loyiq. U faqat himoyada emas, balki yarim himoyada ham muvozanat yaratdi. Bu Real Madridga taktik moslashuvchanlik berdi. Bu g'alaba faqat turnir jadvali uchun emas, bu Bernabeudagi muhit uchun ham muhim edi. O'yin boshida xushtaklar bor edi. O'yin oxiriga kelib esa faqat olqishlar qoldi.
Real Madrid uchun burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Jamoa yana o'ziga ishonishni boshladi. Muxlislar yana jamoa bilan birga. Kechagi o'yin shuni ko'rsatdiki, Real Madrid faqat g'alaba qozonmadi. U qaytayotganini isbotladi.